Agarda sizni ham immunitetiniz judayam past bo'lib, boshingiz aylanayotgan bo'lsa, qo'shningizni xolodilnikda turgan ikkita pishgan rovligini prokatga olib turib, 5 minut ichida idealniy salat yoki sous tayyorlashni o'rgataman. Uning uchun rovliglarni ikkita tomonini olib, chiste qilib olamiz. Qalbingizda toza qilib artganingizdan keyin uni bittama-bitta qirg'ichdan o'tkazib olishimizga to'g'ri keladi. Qirg'ichdan o'tkazib bo'lib, qo'limizni bitta shiqillatib idishda paydo qilib qo'yamizda. Yugurib qo'shnimizga chiqib, yong'og'ini so'rab, riski maydalab, uni ham ozgina qo'shib yuboramiz. Va bu salatni eng mazali qilib turadigan tomoni bu mayonez bo'ladi. Mayonezni dabavka qilib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Buni ko'pchilik tayyorlashi bilishi mumkin, lekin bilmaganlar uchun ilindim like bosib, podpiska bosib qo'ying. Shu orada takkoy gemoglobinni ko'taradigan salatchalarimizni uchib sirpanib kelishni ko'rgan edik. Dekor uchun ustiga ozgina yong'oq sepib qo'ydim. Oldin ham tayyorlab ko'rganmisiz? Fikringizni kommentariyaga yozib keting. Obuna bo'ling.